May oyida O'zbekistonning turizm olamida qanday yangiliklar bo'ldi? Keling bugun shu haqida gaplashamiz. Qani ketdik. Tailand hukumati O'zbekiston fuqarolari uchun amal qilgan 30 kunlik vizasiz rejimni bekor qilishni tasdiqladi. Yangi tartib 2026-yil 15-iyuldan kuchga kiradi. Shundan so'ng Tailandga kirish uchun viza rasmiylashtirish talab qilinadi. Eslatib o'tamiz, so'nggi yillarda o'zbekistonliklar Tailandga 30 kungacha vizasiz sayohat qilish imkoniyatiga ega edi. Shu sababli Phuket, Pattaya, Bangkok, Krabi va Samui kabi mashhur kurortlar yurtdoshlarimiz orasida eng sevimli dam olish maskanlariga aylangan. Viza talab qilinmagani tufayli sayohat rejalashtirish ancha oson va qulay edi. Biroq endilikda qoidalar o'zgardi. 15-iyuldan keyin Tailandga borishni istagan O'zbekiston fuqarolari oldindan viza rasmiylashtirishi kerak bo'ladi. Elektron vizani Tailandning rasmiy viza saytida rasmiylashtirishingiz mumkin. Lekin shuni tasdiqlab o'tish kerakki, vizasiz rejim faqat O'zbekiston uchun emas, boshqa 93 ta davlat uchun ham bekor qilingan. Tailand hukumati bu qarorni migratsiya nazoratini kuchaytirish va mamlakatga kirish qoidalarini tartibga solish maqsadida qabul qilganini ma'lum qildi. Agar siz 15-iyulgacha Tailandga kirib ulgursangiz, avvalgi qoidalar asosida qolishingiz mumkin. Yangi tartib faqat 15-iyuldan keyin mamlakat chegarasini kesib o'tadigan sayohatchilarga taalluqli bo'ladi. Shunday qilib, Tailand o'zbekistonlik sayohatchilar uchun yopilmayapti. Ammo endi sayohatni oldindan rejalashtirish va viza masalasini hal qilish kerak bo'ladi. Yangi qoidalarni albatta inobatga olib Tailandga sayohatga boring. Endi yaxshi yangiliklarga o'tamiz. Uzbekistan Airways Toshkentdan Batumiga to'g'ridan-to'g'ri reyslarni yo'lga qo'ymoqda. Parvozlar 27-maydan boshlanadi va har chorshanba kuni amalga oshiriladi. Endi Gruziyaning eng mashhur dengiz bo'yi kurortlaridan biri bo'lgan Batumiga yetib borish yanada osonlashadi. Batumi Qora dengiz sohilida joylashgan zamonaviy va juda chiroyli shahar deb hisoblanadi. Bu yerga har yili millionlab sayohatchilar tashrif buyuradi. Shahar o'zining uzun saylgohlari, subtropik iqlimi, palma daraxtlari, zamonaviy osmono'par binolari bilan mashhur. Ko'pchilik sayohatchilar Batumini Gruziyaning dengiz darvozasi deb ataydi. Bu yerda siz dengiz bo'yida dam olishingiz, milliy gruzin taomlarini tatib ko'rishingiz, mashhur Batumi bulvari bo'ylab sayr qilishingiz va shaharning asosiy ramzlaridan biri bo'lgan Ali va Nino haykalini ko'rishingiz mumkin. Batumining yana bir afzalligi shundaki, O'zbekiston fuqarolari Gruziyaga vizasiz kirishlari mumkin. Bu esa sayohatni yanada qulay va arzon qiladi. Endi Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri reyslar yo'lga qo'yilganligi sababli tranzitlar va uzoq kutishlar ham bo'lmaydi. Yozgi mavsumda Batumida havo harorati odatda 25-30 daraja atrofida bo'ladi. Dengiz mavsumi esa may oyidan boshlanadi. Batumiga arzon chiptalarni albatta bizning saytdan sotib olishingiz mumkin. Agar siz dengiz, tog'lar, mazali taomlar va Yevropa hamda Kavkaz madaniyatini o'ziga xos uyg'unligini bir safarda ko'rishni istasangiz, Batumiga chiptalarni oldindan olib qo'ying. Yana bir ajoyib yaxshi yangilik, endi siz Toshkentdan Issiqko'lga to'g'ridan-to'g'ri uchib borishingiz mumkin. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi aviaqatnovlar soni yanada ko'paymoqda. Qirg'izistonning Asman Airlines aviakompaniyasi yangi yo'nalishlarni yo'lga qo'yishni rejalashtirmoqda. Birinchi reys 24-iyundan boshlab Toshkent va Tamchi shaharlari o'rtasida amalga oshiriladi. Tamchi Issiqko'l sohilida joylashgan bo'lib, yozgi dam olish uchun Markaziy Osiyodagi eng mashhur kurort hududlaridan biri hisoblanadi. Eng qiziq tomoni shundaki, ko'l qishda ham muzlamaydi. Shu sababli unga Issiqko'l deb nom berishgan. Har yili minglab sayohatchilar bu yerga toza havo, tog' manzaralari va sohil bo'yidagi dam olish uchun kelishadi. Ko'pchilik sayohatchilar Issiqko'lni Markaziy Osiyoning dengizi deb atashadi. Bu yerda siz plyajlarda dam olishingiz, qayiq sayrlariga chiqishingiz, jet ski va boshqa suv sportlari bilan shug'ullanishingiz mumkin. Sohil bo'ylab esa yuzlab mehmonxonalar, dam olish maskanlari va sanatoriylar joylashgan. Issiqko'l nafaqat plyajlari, balki tabiati bilan ham mashhur. Bir necha soatlik yo'lda siz tog'larni, sharsharalarni, yaylovlarni va hatto burgutlar bilan ov qilishni ko'rishingiz mumkin.
Bu esa bir safarda ham dengiz bo'yidagi dam olishni, ham tog' sayohatini birlashtirish imkonini beradi. Yana bir muhim afzallik, Issiqko'l O'zbekistonga juda yaqin. Endi Toshkentdan Tamchiga to'g'ridan-to'g'ri reyslar ochilishi bilan yo'l yanada qulaylashadi va sayohat uchun kamroq vaqt sarflanadi. Agar siz yozgi ta'til uchun Turkiya yoki boshqa uzoq davlatlarga alternativ qidirayotgan bo'lsangiz, Issiqko'l ajoyib tanlov bo'lishi mumkin. Toza tog' havosi, musaffo suv, go'zal manzaralar va qulay narxlar. Bularning barchasini bitta safarda topishingiz mumkin. Uzbekistan Airways'dan yana bir yangilik, Samarqanddan Tel Avivga to'g'ridan-to'g'ri reyslar yo'lga qo'yiladi. Samarqanddan Tel Avivga uchishlar yakshanba kunlari, qaytish esa seshanba kunlari amalga oshiriladi. Samarqanddan Tel Avivga arzon aviachiptalarni siz albatta bizning saytimizdan sotib olishingiz mumkin. Yangi reys sayohatchilarga ko'plab qulayliklarni yaratadi. Bu hali hammasi emas. Centrum Air bilan siz Toshkentdan Omskka to'g'ridan-to'g'ri reys bilan uchib borishingiz mumkin bo'ladi 22-iyundan boshlab. Va albatta Toshkentdan Omskka aviachiptalarni bizning saytdan sotib olishingiz mumkin. Narxlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu yangiliklar siz uchun qiziq bo'ldi deb umid qilamiz. Bizni kuzatib boring. Har xil mavzular haqida gaplashamiz. Obuna bo'lish ham esingizdan chiqmasin. Ko'rishguncha xayr.